Barglar, o'suv nuqtalari xuddi shunaqangi stress olib tirish holatiga tushgan. Ko'pchilik buni kasallik deyapti. Yo'q, kasallik emas, chunki mana xuddi shu joyda mana shtanga bu tarafga sepilmagan. Ko'rsalaringiz, mana o'suv nuqtasi, barglar, hamma narsasi joyida, sog'lom. Assalomu alaykum, hurmatli qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar hamda fermer xo'jaligi rahbarlari. 2025-yil 28-may Surxondaryo viloyati Uzun tumanidamiz. Ko'pchilikda shunaqangi xatoliklar ketadi. Mana bu joyga, mana shtanga yurgan operatorimizdan iltimos qilaman. Shtangali purkagichda, ya'ni Apollonda sepilgan bu yerga paxtaga salbiy ta'sir qiladigan gerbisid sepib qo'yilgan va bugungi kundagi mana o'suv nuqtalarini holati, barglar, o'suv nuqtalari xuddi shunaqangi stress olib tirish holatiga tushgan. Ko'pchilik buni kasallik deyapti. Yo'q, kasallik emas, chunki mana xuddi shu joyda mana shtanga bu tarafga sepilmagan. Ko'rsalaringiz, mana o'suv nuqtasi, barglar, hamma narsasi joyida, sog'lom. Bu stressdan chiqarish uchun hozirgi paytda mana Modelco kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Fitobiosol hamda Mobimax o'simlikni stressdan chiqaruvchi ozuqalarini sepyapmiz. Kimda shunaqangi gerbisidlar bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa, savol bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.